Assalomu alaykum hurmatli Jitur Qarshi hamda Sultanov Motors kanali obunachilari, hammangizni Jitur Qarshi rasmiy avtosalon kanaliga ko'rib turganimizdan juda ham xursandmiz. Xo'p, bugungi video obzorimizda Jitur Dashing. Videodan uzoqlashmang, barcha ma'lumotlar video davomida. Jitur Dashing modelimiz ikki xil komplektatsiyadan iborat. Comfort hamda Luxury. Aynan bugungi video obzorimizdagi komplektatsiyamiz bu Jitur Dashing Comfort komplektatsiyasi. Jitur Dashing Comfort komplektatsiyamizning dvigateli 1.5 litr объем, turbo MPI va 156 ot kuchidan iborat. Garadskoy siklda o'rtacha rasxod 7-8 litrni tashkil etadi va dalnida 6 litr stabilni rasxodi bor. Modelimizning tashqi ko'rinishi juda ham noodatiy ko'rinishga ega. Bunga sabab aynan Jitur Dashing modelimizning dizaynerlari Yevropadan hisoblanadi va ko'pincha aynan Jitur Dashing modelimiz Lamborghini Urusga o'xshab ketadi. Tashqi ko'rinishi haqida qisqacha yana bir ma'lumot berib o'tsak, ya'ni umumiy hisobda qulayliklari haqida. 360 gradus kamera, zamonaviy 3D reshotka va proyeksionli linzaviy optik faralar bilan jihozlangan. Aynan bu Jitur Dashingdagi faralar adaptivni hisoblanadi. Ishlash prinsipi: dalni chiroq 300 metr, 350 metrgacha yo'l yoritib bera oladi. Oftob botganda, ya'ni tunnelga kirganda avtomatik tarzda faralar o'zi yonadi va strechkada dalni blижний avtomatik tarzda ishlab o'zi polasa chizadi. Modelimizning diska baloni haqida ma'lumotini berib o'tsak, xo'p, 235 ga 55 R19, ya'ni stenkasi 55, diagonali 19 hisoblanadi. Va tormoznoy sistemasi to'rtalasi ham oporniy diskda ventilyatsiyani, ya'ni o'zini o'zi sovutish tizimiga ega. Quymasiga kelsak, juda ham sifatli quymadan ishlangan, ya'ni umumiy hisobda protiva udarniy hisoblanadi. Ya'ni yo'lda to'satdan chuqurroq bir yamaga kirganda yoki padacha berganda deformatsiya hamda treshina bermaydi. Va qo'shimcha ma'lumot o'rinda aytib o'tishim shart. Bu yerdan balandligi, ya'ni klinsi 20 sm ni tashkil etadi. Endi modelimizning ichki qismi bilan tanishsak. Ko'rib turganimizdek, bokovinkalari raskladnoy hamda eshik ruchkalari vidvijnoy, ya'ni eshikni ochganda o'zi avtomatik tarzda ochiladi. Marhamat. Jitur Dashing modelimizda salon qismi juda ham keng hisoblanadi va aynan Jitur Dashing modelimiz salon ichki kojasi bu 80% dan iborat va eng asosiysi 50% zavoddan shuma izolyatsiyada keladi. Xo'p, bunga misol torpedani tepa qismi kojadan iborat, pastki qismlari kojadan iborat va o'rindiqlari Napa koja hamda Alicantaro kombinirованный hisoblanadi. Undan tashqari ventilyatsiya tizimi mavjud, ya'ni o'rindiqlarimiz perforatsionniy va qo'shimchasiga abagreiflari ham bor. Jitur Dashing modelimizda rul qismi alohida e'tiborga ega. Bunga sabab aynan bu rul elektrouskulenli multimediya hisoblanadi. Cruise control, adaptiv cruise control rul orqali boshqarsa bo'ladi. Va qo'shimchasiga голосовой управленияsi ham bor. Multimediani boshqarsa ham bo'ladi. Rulimizning o'zida abagreif tizimi mavjud. Здравствуйте. Открой люк. Поставь радио на FM 101. Сладко. Ko'rib turganingizdek, aynan ovozli tizim bilan yo'l davomida chalg'imagan holatda siz barcha funksiyalar, barcha qulayliklardan foydalanishingiz mumkin. Ладно. Jitur Dashing modelimizda ikki monitor hisoblanadi. O'zining speedometer, ya'ni sifrovoy monitori hamda alohida kattalikka ega 15 dyumli boshqarish tizimi monitori hisoblanadi. Aynan siz sentralli monitor orqali salondagi barcha qulayliklar, barcha funksiyalarni boshqarsangiz bo'ladi. Jitur Dashing modelimizni qolgan funksiyalari haqida qisqacha ma'lumot berib o'tsam, aynan Jitur Dashing modelimizda dashdevoy datchiklar bor, ya'ni yomg'ir yoqqanda dvorniklari avtomatik tarzda o'zi ishlaydi. Xo'p, monitorida bo'lgan qulayliklari aynan Jitur Dashing modelimizda Apple CarPlay hamda Android Auto mavjud va undan tashqari 360 gradus kamerasi ham bor. Ko'rishingiz mumkin. Tarmoq sezgisi juda ham chaqqon. Aynan siz bu monitorda bir boshqarish tizimi emas, umumiy hisobda 1020, ya'ni Full HD kачествоda kino yokida YouTube ko'rsangiz ham bo'ladi. 360 gradus kamera bu nimaga kerak? Aynan mashinani gabaritini inobatga olgan holatda parkovat qildingiz, parkovkadan chiqish maqsadida tevarak atrofni ko'rishingiz mumkin. Va yana bir qulayligi shundaki, qo'l telefoningizni ulab, umumiy hisobda multimediani boshqarsangiz ham bo'ladi. Jitur Dashing modelimiz intellektualni hamda funksiyalarga boy model hisoblanadi va qo'shimcha ma'lumot o'rnida yana qulayliklarini aytib o'tishim shart. Jitur Dashing modelimizda беспроводной zaryadniklari bor,
12 volt перекрутительlari bor, USB portlari bor. Aynan bu USB hamda Type-C sim orqali bemalol qo'l telefoningizni to'liq quvvatdan chiqarsangiz bo'ladi. Aynan Jitur Dashing Comfort komplektatsiyasini korobka uzatmasi bu 6 pog'onali hisoblanadi. 10 dvig'zonni robotizirованный. Aynan Jitur Dashing komplektatsiyamizda elektron ruchniklari bor, avto hold bor va elektronik parkovkalari bor. Barida холодильники bor. Ya'ni bir vaqtning o'zida siz ham isitish hamda sovutish tizimidan foydalanishingiz mumkin. Xo'p, tepa qismiga alohida e'tibor bersak, tepa qismi qoraytirilgan hisoblanadi. Ko'rishingiz mumkin va eng asosiysi xalqimiz sevgan 1,5 kvadrat kattaligiga ega panoramli lyuk aynan Jitur Dashing modellarimizning har ikkala komplektatsiyasida ham mavjud. Eshik obshivkasi ham alohida e'tiborga ega. Bunga sabab to'liq kosha hamda black piano xrom kombinirованный hisoblanadi. Yana bir qulayligi shundaki, aynan qo'l ushlagich, ya'ni ruchkani pastki qismida ham polga bor va bu magnitli hisoblanadi. Ko'rishingiz mumkin, Jitur logotipi tushirilgan. Old o'rindiqlariga kelsak, aynan voditel hamda passajir o'rindiqlari bu elektropaket hisoblanadi. 6 pog'onada ishlaydi passajir tomon, 4 pog'onada ishlaydi. Modelimizning orqa qismi juda ham keng va eng asosiysi orqa o'rindiqlari ham perforatsionniy hamda alcantara kombinirованный hisoblanadi. Va qo'shimcha qulayliklari shundaki, barning o'zida deflektorlari bor. Isitish, sovutish juda ham stabil tarzda ishlaydi. Podголовникning orqa qismiga alohida e'tibor bersak, xromda ishlangan hamda Jitur logotiplari tushirilgan. Podголовникning o'zida ham kolonkalari mavjud. Va yana qo'shimcha qulayligi shundaki, orqa o'rindiqlarida ham podlokotnik hamda podstakanniklari bor. Modelimizning orqa qism ko'rinishi juda ham bir noodatiy uslubda ishlangan. Bunga sabab aynan Jitur Dashing modelimiz bu sport car modellarga o'xshab boradi. Xo'p, orqa stoplariga alohida e'tibor bersak, shaxmat tarzda ishlangan naqshinkor va eng asosiysi biron dona ham lampochka ishlatilmagan, qo'shimchasiga 5 yil kafolatiga ega. Xo'p, ana endi bagaj qismiga kelsak, aynan Jitur Dashing modelimizning bagaji elektropaket hisoblanadi, o'zi avtomatik tarzda ochiladi. Xo'p, bagaj hajmi umumiy hisobda 500 litrni tashkil etadi. Va qo'shimcha qulayligi shundaki, aynan Jitur Dashing modelimizning bagaj qismida ham kojani shtorkasi bor, ya'ni kojadan pardachasi bor. Aynan Jitur Dashing modelimizda propan o'rnatmoqchi bo'lsangiz, bir vaqtning o'zida propan tabletka hamda zapaska bir joyning o'zida sig'adi. Jitur Dashing modelimizda detskiy rejimlari bor. Aynan bu bagajda kifoyalanmagan 4 tala oynasida hamda panoramasida ham mavjud. Aynan Jitur Dashing modelimiz umumiy hisobda xarajatsiz hisoblanadi. Bunga misol hattoki avtozavedeniya tizimi ham mavjud. Ya'ni umumiy hisobda siz uydan chiqmagan holatda mashinani qizdirsangiz bo'ladi pult orqali. Marhamat. Jitur modeli, ya'ni umumiy hisobda Comfort komplektatsiyasi tan narxi umumiy hisobda belgilangan tartibda 345 million 800 ming va barcha to'lov usuli amalda mavjud. Bunga misol naqd, avtokredit, перечисленный trading hamda рассрочкалari bor. Foiz peynalarsiz 1 yildan 2 yilgacha bo'lgan muddatda atigi bitta pasport evaziga o'z nomingizga rasmiylashtirib olishingiz mumkin. Naqd xarid qilaman desangiz 327 millionga xarid qilib olishingiz mumkin va eng asosiysi 10 million va undan ortiq bo'lgan summadagi bonuslar aynan Sultanov Motors, ya'ni Jitur Qarshi avtosalonida mavjud. Hammangizni Jitur Qarshi rasmiy avtosalonida kutib qolamiz. Tanlovda adashmang. Assalomu alaykum.